Assalomu alaykum, Mototos kanali obunachilar. Sifati zo'r bo'lgan, hozirgi kunlar sovib ketyapti. Endi teplitsa yo issiqxona qilaman degan akalar uchun, ya'ni issiqxonalarni isitish uchun zo'r bo'lgan, ya'ni obogrevatorlarni olib kelganmiz. Ya'ni bularning nomi pushka deyiladi. Issiqlik haydab beradigan. Endi ko'pchilik o'zi biz to'klik olib kelardik. Ko'p to'klik olib kelsak, ja elektr tokida muammo bo'layotgan ekan. Shuning uchun ko'p mijozlarimiz gazlik olib kelinglar dedi. Sababi gazlik ham ekonomik bo'ladi, ham isitishi juda ham baland bo'ladi. To'kliklardan ko'ra ancha sifati zo'r isitadi. Hozir birinchi kichkinasidan boshlab ko'rsatamiz. Bu ya'ni to'klikni 30 kilovatlik 3 fazadagi qizdirib beradigan modeli bo'ladi. Ya'ni 30 ra deyiladi. Ya'ni bu gaz ham tokda ham ishlaydi deganlarga, bu tokda faqatgina ventilyatsiyasini aylantirib beradi. Ventilyatsiyasi juda ham ekonomikni tortadi. Ya'ni bu 70 watt degani, mana 70 watt ventilyatsiyasiga tortadi. Ya'ni juda ham ekonomikni bo'ladi. O'zimizda divizorlarimiz bor. Videoni oxirigacha ularning ham narx-navini ko'rsataman. Bir dona divizor bilan kim nechta pushkani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Gaz reduktorlari bo'ladi, bemalol gaz ulanadigan, o'zi ichida qo'shimchasi bor. Bu yoqib o'chirish uchun shug'ullanasiz. Mana bu o'zi pushkani yoqib o'chirish uchun, bu gazni bemalol davleniyasini baland pastga tushirish uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Sifati zo'r bo'lgan, bu Germaniya texnologiya brendiga tegishli, ya'ni Rolf brendiga tegishli. Toza Germaniya texnologiyadan chiqadi. Original brendimiz, ya'ni bu 30 kilovattligi hisoblanadi. 30 kilovattligi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1.300.000 so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga yanada ham kattasi yo'qmi degan akalarimiz uchun 40 kilovatligini olib kelganmiz. Buni narxini 1.5 million qilib beramiz. Ham gaz, tokda suv siqib ishlatadigan varianti bo'ladi. Endi bu o'zi issiqlik darajasi yetsa, yana o'zi o'chiradigan bo'ladi. Hech qanaqa bezopasli bo'ladi. Bu gaz hidlarini ham ortiqcha zararli hidlar ham chiqarmaydigan modellardan biri bo'ladi. Bunda ham xuddi shu funksiyalar bor. Ya'ni bu 40 kilovatlik hisoblanadi. Buni ham mana ventilyatsiyasi 70 wattlik. Juda ham ekonomikni ventilyatsiya qo'yilgan. Ventilyatsiyasi ham temir, mana paraglarni ham ko'rishingiz mumkin. Plastmassa emas, ya'ni temir. Issiqlikda juda ham bardoshli degani. Bu 40 kilovatligiga narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1.500.000 so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga, juda ham bahaybatini olaman deganlarga Ubay brendiga tegishli 50 kilovatligi, ya'ni 50 ra deyiladi. 50 kilovatligi juda ham sifati zo'r, moshinisasi ham, baquvvatliklari ham xuddi shunaqa. Gaz yoqilg'ilarini ham bemalol ko'rsatgan, 1 soatiga qancha joyini isitishlariga ham ko'rsatgan. Bular bemalol 300-400 kvadrat joyingizni bemalol isitib beradigan pushkalar hisoblanadi. Gazli pushkalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1.800.000 so'm qilib beramiz. Kimga shunaqangi sifati zo'r pushkalar kerak bo'lsa, bemalol Mototolsga bog'lansangiz bo'ladi. Xohlaganlar uchun to'klik pushkalarimiz ham bor. Ya'ni bu radiatorlik deyiladi, bilasizlar, 5.5 kilovatlik. Kichkina xonadonlar uchun yo'q, issiqxonalar uchun faqat to'kda ishlataman deganlar uchun radiatorlik pushkamiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini bor yo'g'i 450.000 so'mga tushirganmiz. Juda ham arzon narxga tushirganmiz. Bu pushkalarni ko'pincha akalarimiz bizdan olishyapti. Issiqxonalarga, endi ularga umuman elektr toki muammo ekan. Agar shunaqa pushkalar olsangiz, gaz bilan, tok bilan suqadiganiga kichkina divizor, mana divizorlarni ham ko'rsataman. Kichkina divizor ulasangiz ham bo'ladi. Masalan, bizda 1 kilovatlik divizor bor. Bemalol 3 ta 4 tasini bittada, mana shu bitta divizorda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga lampochkalarni ham yoqsangiz bo'ladi. Bu 1 kilovatlik divizorimizni narxini 1.500.000 so'm qilib beraman. Xohlaganlar uchun bundaqa bahaybatroqlari bor. Ya'ni bu 2.5 kilovatlik, 3.5 kilovatlik, ya'ni 2.5 kilovatlik divizorlarimizni 2.300.000 so'm qilib beraman. Narxini agar pushkaga qo'shimcha ishlataman degan akalarimiz uchun bemalol sifati zo'r bo'lgan pushkalarni olib, ya'ni elektr tokida muammo bo'lsa, bemalol divizorga ham shu ventilyatsiyasini ishlatsalar bo'ladi. Juda ham katta ob'yomdagi kvadrat metrlarni arzonroq summaga, ya'ni isitish yo'llarini bemalol qilsalar bo'ladi. Shunaqangi sifati zo'r bo'lgan pushkalarni Mototolsdan arzon narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha manzillarimizni ko'rsatamiz. Manzilni so'raganlar uchun Do'mrobod bozorini hamma biladi. Toshkent shahri Do'mrobod bozori, Sobir metrodan chiqqanda o'sha o'ng qo'l bilan yurganingizda, ya'ni Toshkent Zemner savdo majmuasining Mototols do'konimiz, ya'ni xohlagan instrumentlarni optim narxlarda, arzon narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimizdan biri.